Salom hammaga, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Men Dilnura va bugungi videom hayotim davomida qilgan yoki qilmaganim uchun umuman afsuslanmagan narsalarim haqida bo'ladi. Bu videoni olishga to'satdan qaror qildim. Hatto 10 daqiqa oldin bu videoni olishim haqida bilmasdim. Gapirishim sizlarga sekin tuyulishi mumkin. Xohlasanglar 2x qilib YouTube'ni sozlamalardan to'g'rilab eshitsanglar bo'ladi yoki ekranni qayergadir bosib turganda avtomatik tarzda tezlashadi video. Shunaqa eshitsanglar bo'ladi. Bu videoda gapiradigan narsalarim o'zimni dunyoqarashimdan kelib chiqib gapiraman. Hammani dunyoqarashi har xil va kimgadir bu to'g'ri kelmaydi yoki keladi. Kim uchun bu normal holat va kim uchundir anormal holat bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda videoni tomosha qilishingizni istardim. Xullas bu videoda gapiradigan fikrlarim hammasi shunchaki shaxsiy fikrim. Va shunchaki men kamerani ochib, shunchaki men fikrlarim bilan bo'lishkim keldi. Bu videoni montaj qilmoqchi emasman, chunki agar montaj qilish ham emas, ortiqcha joylarini kesib chiqardim, lekin bu narsa ham baribir juda ham ko'p vaqt oladi, uzun videolarda, ayniqsa YouTube videolarda va shu sababli ham men ko'p videolarimni qo'ymaganman. Juda ham ko'p videolar oldim, lekin montaj qilishga eringanim uchun va vaqtim bo'lmagani uchun qo'ymaganman. O'shaning uchun bu videoni iloji boricha kesmaslikka harakat qilaman. Shunchaki men hozir ayni damda hayolimga nima kelsa, miyamda qanaqa fikrlar o'tsa, shuni gapirib video olaman. O'shaning uchun ba'zi joylarda so'zlarni xato talaffuz qilishim mumkin yoki gaplarni tuzishda xato qilishim mumkin. Bunga ayb deb o'ylaysizlar. Xullas boshladik. Men hayotimda birinchi qilganim uchun, qilib kelayotganim uchun shu paytgacha afsuslanmagan narsam bu insonlarga yo'q deya olish. To'g'ri, ko'pincha men kichkinaligimda yoki ba'zi insonlarga yo'q deya olmagan bo'lishim mumkin, qanaqadir rahmim kelgani uchun. Lekin ko'pincha men iloji boricha menga diskomfort bo'lgan narsaga yo'q deya olaman. Yo'q deganim uchun men yomon inson bo'lib qolmayman. Inson o'ziga qulay bo'lmagan narsalar uchun yoki albatta qarshisidagi insonga zarar yetkazmagan holda yoki unga qo'pollik qilmagan holda rad qilishni bilish kerak. Chunki o'zingizni qachondir noqulay yoki diskomfort his qilsangiz, shunga qaramasdan siz yo'q deya olmasangiz, o'zingizni majburlab qilsangiz, bu sizga, psixologiyangizga va o'zingizga bo'lgan ishonchingizga juda ham katta ta'sir qiladi deb o'ylayman. Ikkinchi qilmaganimga umuman afsuslanmagan narsam bu erta erga tegmaganligim, erta turmushga chiqmaganligim. Men hozir 20 yoshdaman va juda ham yoshman. Endi 20 ga kirdim va hozirgi kunda turmush qurmaganim uchun shukr qilaman. Chunki agar hozir turmush qurganimda 18 yoki juda ham yosh turmush qurganimda 18 yoshimdan misol uchun yoki bundan ham erta tegadiganlar bor qishloqlarda. Men bunaqa hayotni tasavvur qila olmayman. Turmush qanaqa narsa? Turmush ikkita yetuk insonni quradigan narsasi, ya'ni ikkita yetuk inson moliyaviy, ma'naviy, jismoniy, ruhiy jihatdan yetuk insonlar birga oila qurishga qaror qiladi va bu shunaqa narsa oila. Va men o'ylaymanki 18 yoshida yoki juda ham yosh ular hali bola bo'ladi. Ular hali yetuk inson emas. 18 yoshda men zo'r o'qidim yo zo'r yetildim, hayotda qiyinchilik ko'rdim, juda ham erta ulg'ayganman desa ham, bu baribir bu yoshdagilar bola. Bu men uchun noto'g'ri, sizlar uchun to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu o'zimni hayotimga moslashtirganimda bu men uchun juda ham noto'g'ri narsa. Va hammani fikrini, hammani qarorlarini men albatta hurmat qilaman va hech qanaqa yomonlash niyatim yo'q. Xullas, mavzuga qaytamiz. Videoni boshida aytgandim o'zi, tutilib qolaman deb.
Hozir diqqatimni jamlab gapirishga harakat qilaman iloji boricha. Hozir masalan men 20 yoshman va men o'zimni turmushga tayyor deb hisoblamayman, chunki men hali o'qishimni tugatganim yo'q, hali moliyaviy erkinlikka erishganim yo'q. Yetuk ko'z bilan qaraganda men hatto 20 yosh bo'lsam, men hali juda ham yoshman. Shuning uchun meni fikrim shunaqa. Uchinchi, umuman afsuslamagan narsam bu hayotim davomida umuman sigaret yoki alkogol mahsulotlarini sinab ko'rmaganligim. Boya ham aytdim, 20 yoshman va 20 yil mobaynida hech qanaqa sigaret yoki alkogol mahsulotlariga umuman yaqinlashmaganman, umuman sinab ko'rmaganman. Va yaxshi ham shulardan uzoq yurganman deb o'ylayman va shukr qilaman, chunki endi bu narsa birinchi oilaga ham bog'liq. Oilamizda ham bunaqa muhit bo'lmagan. Shuning uchun men umuman qiziqib ham ko'rmaganman, lekin maktab davrida tengdoshlarimdan ko'pchilik o'g'il bolalar, ba'zida bir ikkita qizlarni ham eshitganman, sigaret yoki alkogol iste'mol qilishini va men shuncha yil umuman bu narsaga yaqinlashmaganimdan o'zimdan faxrlanaman. Chunki bu endi rivojlanayotgan organizm uchun sigaret va ayniqsa vodka, ya'ni vino, yana shunaqa narsalar juda zararli. Bu hozir bilinmasligi mumkin, lekin misol keyinchalik bilintiradi baribir yoshi o'tgan sari 40 yoki 50 yoshlardan keyin buni ta'siri albatta bo'ladi organizmimizga. Biz shu narsani yutyapmizmi, ichimizga olyapmizmi, bu narsa qanaqadir yo'q bo'lib qolmaydi. Bu baribir bizni immunitetimiz qarshi kurashsa ham, lekin baribir ta'siri bo'ladi. Misol uchun oddiy alkogolni jigarga juda ham zarari katta. Juda zarari katta va keyinchalik jigar sirrozi yoki yana shunaqa narsalar, kasalliklarga duch kelishi mumkin. Kimdir eshitib turgan bo'lsa, shuni aytmoqchimanki, hech qachon bu narsalarga yaqinlashmanglar. Bu narsaning hech qanaqa qiziq joyi yo'q. Ya'ni sizlarga faqat zarar bersa beradi, umuman foyda joyi yo'q. Bu ham psixologik ham juda ham yomon ta'sir qiladigan narsa, o'ziga o'rgatib qo'yadigan narsa va bundan hammaga butkul uzoq turishni tavsiya qilaman. Va umuman afsuslanmaydigan narsalarimdan bittasi bu hayotimdan chiqib ketgan insonlar. Umuman olganda men shu narsaga ishonamanki, har bir insonni, boshqa bir insonning hayotida ma'lum bir vaqt mobaynida o'z vazifasi, o'z roli bo'ladi. Sizga nimanidir o'rgatish kerak bo'ladi yoki qaysidir kamchiliklaringizni to'ldirish kerak bo'ladiki, o'shanaqa ehtiyojingiz bo'lgan inson hayotingizda duch keladi, hayotingizga kirib keladi. Va o'sha ruhiy jihatdan o'sha narsa to'lgandan keyin hayot sizni yo'llaringizni ayiradi. Va bu juda ham normal holat, bu hayot. Chunki hech qaysi inson sizni hayotingizda oxirigacha bo'lishga majbur emas va bu narsa to'g'ri ham emas. Chunki bir inson bilan ma'lum bir vaqt birga hayotingizni o'tkazasiz. Xoh do'st bo'lsin, dugona yoki qarindosh, oila, har qanday munosabat bo'lmasin, bu inson sizni ma'lum bir vaqt hayot yo'lini bosib o'tganingizdan keyin sizni dunyoqarashingiz o'zgaradi, fikrlashingiz o'zgaradi yoki qaysi birdir inson o'zini ko'proq rivojlantiradi va ikkinchi inson orqada qolgani uchun sizni fikrlaringiz, xarakteringiz bir-biriga tushmay boshlaydi va shuning uchun hayot u inson bilan yo'lingizni ayirib, yanada sizga mos bo'lgan inson bilan yo'lingizni tutashtiradi. Hayot bu bizga garantiya qilingan, kafolatlangan narsa emas. Ya'ni bir inson bilan oxirigacha munosabatingiz zo'r bo'ladi degan narsa yo'q. Shuning uchun umuman hayotimizdan chiqib ketgan insonlar uchun afsuslanishimiz kerak emas, chunki xoh sizni hayotingizda yaxshi, xoh yomon bo'lsin, o'sha inson sizga ma'lum bir darsni o'rgatib, ma'lum bir hayot sabog'ini o'rgatib, yana o'z yo'lida, o'z hayot yo'lida ketdi. Siz ham shu joyda to'xtab qolmasdan o'z hayot yo'lingizda davom etishingiz kerak, chunki hayot to'xtab turmaydi. Yaxshimi, yomonmi, nima qilgan bo'lsa ham bu bizni
hayotda yanada yetuk bo'lishimizga xizmat qiladi. Bu bilan men insonlarga qiladigan yomonligini yoki boshqa narsani men to'g'ri demoqchi emasman, chunki inson bu narsani kimdandir yaqin insonda yomonlik ko'rganida judayam psixologik kuchli zarba bo'ladi va bu zarbadan ma'lum bir og'riqdan, travmadan chiqib ketishi judayam ko'p vaqtini oladi. Shuning uchun bu narsa to'g'ri emas, lekin bu narsani ham yaxshi tomonidan qarashimiz mumkin. Misol uchun, hayotingizda eng yomon insonga duch kelgan bo'lsangiz ham, undan yomonlik ko'rgan bo'lsangiz ham, o'sha insondan siz xuddi shunaqa yomon inson bo'lmaslikni o'rganasiz. Eng yomon ssenariyda ham, siz juda ham ko'p zarar olgan ssenariyingizda ham siz o'sha insondan nimanidir o'rganasiz. Shu yomon narsadan ham, yomon hodisadan ham o'zimizga nima olamiz, o'shanga qarab yashashimiz kerak. Chunki boshqachasiga biz bu vaziyatdan foyda bilan hayotimizni davom etib keta olmaymiz. O'sha joyda yiqilib, o'sha inson uchun afsuslanib qolib ketsak, yoki o'ziga o'zi inson achinib o'sha joyda qolib ketsa yiqilib, u hech kimga foyda emas. O'zingizga ham, u insonga ham hech kimga foyda emas. Eng to'g'ri tanlov bu o'zingizni o'sha vaziyatdan xulosa qilib, yaxshilab analiz qilib va hayotingizda, undan keyingi hayotingizda bu narsalar bo'lmasligi uchun oldini olib, hayotingizda davom etib ketish. Yana bir umuman afsuslanmagan va yaxshi ham shu qarorga kelibman degan qarorim bu Turkiyaga o'qishga kelganim bo'ladi. Ya'ni chet elda o'qishni tanlaganim. Ma'lumot uchun, men Turkiyada 3 yildan buyon yashab o'qib kelyapman. Xalqaro munosabatlar, ya'ni diplomatiya yo'nalishi bo'yicha ta'lim olyapman ingliz tilida. Hayotimda hozirgi turgan joyimdan, hozirgi o'qiyotgan joyimdan juda ham mamnunman. Ham yo'nalish jihatdan bo'lsin, o'qiyotgan yo'nalishim o'zimga ham juda ham yoqadi va kelajakda egallaydigan kasbim, hammasidan ko'nglim to'q. Juda ham xursandman bu borada va mana shu 3 yil mobaynida men hayotimda juda ham ko'plab ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni juda ham yaxshi insonlar bilan tanishdim, juda ham chiroyli yangi munosabatlar qurdim, yangi do'st va dugonalar orttirdim, ko'plab millatlarni tanidim, ko'plab madaniyatlarni o'rgandim. Yangi millatlar, davlatlar, kulturalar, ya'ni madaniyatlar haqida ko'plab bilimlarga ega bo'ldim. Yo'nalishim bo'yicha ham ko'p bilimlar egalladim. Ya'ni siyosatshunoslik bo'lsin yoki boshqa xalqaro munosabatlarga doir hamma siyosiy, demokratik, huquqiy bilimlarni egalladim va yana egallashda davom etyapman. Hali endi yo'lni boshidaman, lekin hali Xudo xolasa o'rganadigan narsalarim hali ko'p oldinda. Eng muhimi, shaxsiy va psixologik jihatdan ham o'zimni yaxshigina rivojlantira oldim deb o'ylayman. Chunki men 2024-yildagi Dilnura bilan hozir 2026-yildagi Dilnurani o'rtasida juda ham katta farq bor. Xoh fikrlashida bo'lsin, xoh qadriyatlarida bo'lsin, dunyoqarashida har tomonlama juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylayman. Meni hayotimga yangi eshiklar, yangi imkoniyatlar ochdi. Va Xudo xolasa kelajakda yangi davlatda hayotimni davom ettirishni istayman. Turkiyada emas va boshqa davlatda hayotimni va ta'limimni davom ettiraman. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa. Va shu Turkiyaga kelganim uchun, Turkiyaga meni o'qishga yuborgani uchun men dadamdan juda katta minnatdorman. Men dadamga rahmat aytaman, chunki qizini shuncha ishonch bilan boshqa davlatga yubordi, o'qitdi va men juda ham
judayam minnatdorman va faxrlanaman. Menimcha videoni oxiriga yetib keldik. Yana davom etishni xohlardim, lekin qornim judayam och. Ovqat yeyishim kerak. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, tashakkur. Video bilmadim, shunchaki suhbat videosi bo'ldi. Shunchaki nimadirlar gapirgim kelgandi va gapirdim. Va YouTube'ga shunchaki qo'yib yuboraman buni. Aytgancha sochimni bo'yaganman. Qanaqa ko'rinyaptimi? Hozir judayam o'zimga yoqyapti. Maqtanib qo'yay. Yana nima yangiliklar bor hayotimda? Prosta videoni oxirida nimadirlar degim kelyapti. Videoni to'xtatgim kelmayapti. Meni zakolkam. Bunaqa zakolkam bor. Va bunaqa zakolkam bor. Meni bunaqa shirin zakolkachalarim judayam ko'p. Meni tirnog'im edi, lekin laklari ko'chib ketdi. Buni o'zim ko'chirib tashladim. Xullas bo'pti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishguncha. Bye bye.